Oyijon! Oyijon, yaxshimisiz? Keling qizim. Oyijon, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Xavotir olmang, yaxshiman. Yaxshi. O'g'lim, bu qiz Asal. Yaxshimisiz Asal? Mening ismim Odil. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olyapsizlarmi? Onajon, yaxshimisiz? Ancha tuzalib qoldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Doktor, ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa ancha yaxshi. Bular keliningiz bilan o'g'lingiz bo'lsalar kerak-a? Ha, shunaqa. Ha, yaxshi. Okajon, bir daqiqaga mumkinmi sizni? Okajon, bilaman. Bu holatda bu narsalarni eshitishingiz uchun oson bo'lmasligi mumkin. Hammasini boricha gapiring, to'g'ri tushunaman. Bunday bo'lsa, onaxonning ahvollari og'irroq. Ya'ni bu holatda umuman onaxonimizga asabiylashish, qattiq stress alomatlari mumkin emas. Hayotlari ancha xavf ostida. Hozirda faqatgina tinchlik, osoyishtalik kerak bo'ladi onaxonga. Ularni iloji boricha zo'riqtirmaslikka harakat qilishimiz kerak. Avvalo, dori-darmondan ko'ra ularga tinchlik kerak deb o'ylayman. Hozir men sizga damlamalar bir ikkitasini yozib beraman. Shu damlamalarni ichirib tursangiz, qolgan hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hamma bergan tavsiyalaringizni xudo xolisi qilamiz, bergan damlamalaringizni ichiramiz. Siz eng baxtli insonlardan bittasisiz. Sizga havasim keladi. Onangizni asrang. Rahmat. Xayriyat, oyijonim uxlab qoldilar. Buni Omil akam sovg'a qiluvdilar oyijonimga tug'ilgan kunga. To'yimiz bo'lishi kerak edi. Xabarim bor, hammasini aytib berdilar. Tavba, ikki tomchi suvdek bir-biriga o'xshaysizlar. Odam odamga o'xshaydi-da.